iltimos, pulim uyda qolib ketibdi-da, olib kelib beraman keyin. Oyimlar mazalari yo'q edi. Kerak edi bu dori. Okay, assalomu alaykum. Mana shuni bundoq hisoblab oling. Bularni ham pulini men to'layman. Odamlar yaxshilik qiladi. Rahmat. Anaqa pulini berib yuborardim sizga hozir. Yo'q, chiqsi yo'q. Ismingiz nima edi? Rahmat kattakon. Dori qilib ketdi. Iltimos beravering, olib chiqib Bo'l, o'rtoq, oz boraman men. Shunda anaqa qilib beravering. Okay, zaryadka beravering. Zaryadkami shunaqa narsa? Mo'min? Qalaysiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Nima qilyapsiz? Telefon olgancha chiqdim, pulim uyda qolib ketibdi-da yana. Voy, qarang. Menga qo'shib yuboring, okay, men berib yuboraman. Rahmat. Bitta telefon ekan, karokadagi mendan ham qo'shib yuboring. Men to'lab yuboraman. Rahmat. Anaqa uyimga yaqinda pulni olib chiqib berardim. Ten odamdan yaxshilik qoladi. Okay, men to'lab yuboraman. Rahmat. Xo'p. Mana marhamat. Rahmat. Olib chiqib beraman hozir pulini. Yo'q, unaqa qila olmaymiz-da. Iltimos, tepalarda yashayman o'zi. Men siz birinchi marta ko'ryapman-da. Bolalarim yaxshi ko'radi-da, sifat shirinligini. Men ham bo'larni sifat. Mo'min, qalaysiz? Yaxshimisizmi? Ahvolingiz. Okay, mana shuni o'rab bering. Sifat siz ham bolalaringiz yaxshi ko'radimi? Yaxshi ko'rishadi-da. Men ham bolalarim. ketib tepada. Yanami? Yana qolib Bo'ldi, okay, men to'lab yuboraman. To'lab yuboraman. Bolalar mazza qilsin, bolalar mazza qilsin. Bolalar mazza qiladi-da. Mo'min. Odamdan yaxshilik qoladi. Ro'sta ko'rgani keldim. Iplos odammanmi? Mendaqa iplos yo'q. Nimaga? Yo'q, kerak. Men bunga qarashim kerak. O'g'aylarmi oldi? Sen o'ylab gapirgin. Keyin kirib. Muzey suv ichmagan. Nimalar tayyorlaganimiz senda? Endi o'g'lim, meni ishim. Sen ham erkak kishi bo'lib qolding. Qop katta bo'lasan. Erkak kishi ko'chadagi gaplarni uyga tashimaydi. Bugungi ada bilan bo'ladigan ishlarni onaga aytish kerak emas ekanmi? Malades aqlli o'g'lim. Gay. Berkin. Yangi yillar bilan boramiz. Stop. Kim bu bola? Bu nima deydi? Ko'chada salfet sotib yuribdi ekan, bechora. Assalom, qalaysan? Isming nima sani? Mazan kechiring, nima assalom mana. Men qara, bola. Javonim mana. Qara. Hozir biz xolajoning bilan, oshuna pastga tushib chiqamiz, xo'pmi? Voy babala. Qalaysa yaxshisi. Adi bilan keling. Oyi qo'shib yubordim seni. Ha, zapis ketyaptimi? Voy, kelib qo'ymaysiz. Men o'g'ling. Adi, kollektiv bilan o'tiribdi. Oyinga shunaqa degan, xo'pmi? Ha, buxgalter. Ketmagan, xo'pmi? Kollektiv. Direktor. Yur, qarama, u yoqqa qarama. Qaravaqsiz olib keldi. Sifat shirinligini olib keldi. Mana yaxshi ko'rasanmi, yeganmiz? Yaxshi ko'raman. Voy, malades, qara, mana harflisi bor, harflarni terib yozib, zerikmasdan o'tirasan. Ha, keyin, men uchun bolalarim ham yaxshi ko'radi. Kichkinalar ham, kattalar ham yuradi. Sen uchun bilan o'yinga ham olgan, xo'pmi? Mazza qilib yeb o'tirasan. Bo'ptimi? Meni bolam ham kelgan, bunday qilib qo'ygan. Sifat yeb o'tiribsanmi? O'tiraver. Onasi balodek qo'shib yuborganda endi. Assalom, isming nima sani? Ketdimi? Ketdi, ha? Uyga tashlab qo'yaman seni. Qanaqa uyga tashlab qo'yasiz? Meniki ketmaymizmi? Ada уже перебор. Ayog'i? Voy, so'g'ili boshqacha-ku, a? Voy, mana buni qaranglar. Nimalar ko'rding? Oyi, bunaqa yer boshqa topolmaysiz. Siz o'rgatgansiz, shuni bolaga shunday Men o'rgataman.